Bugun o'g'lini uylab, o'g'lini hayotiga, qizini chiqarib, qizini hayotiga aralashaverganlar ovora bo'lmaydi, bu uzoqqa bormaydi. Bitta paypaq olishiga ham aralashaverar ekan bitta oilada ona, kuyov bolani onasi. Shu darajada ekanki, kuyov bola kirib va xotinim paypaq olib ber deyapti. Olib beraveraymi? O'l endi. Shunchalik bir maydalashib ketgan bo'lsa endi. So'raydi, uyga borishda ona hurmatan so'raladi. Uyga borib kelsin maylimi? Shu o'lyatuvdi, reanimatsiya o'tkazsam maylimi? Paypaqni ham so'raydi. Bu darajada bo'lmasligi kerak ota-onalar. Bu ota-ona degani bo'ldi, u zalatoy degani emas-da u. Bu ota-ona degani faqat bola gunohkor bo'ldi degani emas, ota-ona ham oq bo'ladi bolasiga. Shuni bilib olaylik biz. Agar o'zining haqlarini berib qo'ymagan bo'lsa, o'zini burchlarini bajarmagan bo'lsa ota-ona, nima bo'ladi? Faqat bola oq bo'lavermaydi.